şimdi mi şimdi? Kızlar güzeller Instagram'da bekliyor. Orada istek varsa yoka yoka beluga. Yoka yoka beluga. Yarım değil hep tam tam tam. Tesisat iyi tam tam tam. Kelgan joyiga joy to'lib qol. Mana qara. Voy, Shunaqa omadsiz yigit bo'lasan. otoringmi? Karzinkani qanday o'chiradi? Mana. Mana olamiz. Ha bu. Voy, yaqin kelib Nechi u? 13mi? Ha. Mana unda oling. Davay. Yancha orqadan o'tib bering dedim. Bitta Bo'ldi. Bo'ldi ya. Endi Ketdim. olaylik. Ha, sizniki nima edi? Bundan siz aytgan. Siznikida Ha, olayveraylik. bemalol. Davay. Haydab keling. Hop. Nolni istasan, ha? Va jinnimisan, kallang joydan urib yuboraman. Va urib yuborganingiz yaxshi. Hammasiga siz aybdorsiz. Ye. Qizim sizni muxlisingiz. Polni sizni yotib olib istoriyalarda ko'radi. Yordamingiz kerak. Qanaqa? Mana nima aloqam bor? Bitta istoriya qo'yib bering, iltimos. Shundoq qizim ko'radi istoriya. Siznikilar ham ko'payib ketdi boru. Yo'q. Stop. Ha, просто repete qilamiz. Keyin yo'q deganingizda kim hamni qarang. Kagra bitta rolim bor shunaqa bechora qarash. Bo'ldi, narada Bo'pti. stress bo'ladimi? Bo'ladi. Bu yerda vashi kadr ko'payib ketdi. Hozir qayerda olamiz? Ana O'zbekistonni plakati turibdi-yu. О, ну да, это я. Что ж. Bo'lmaydi deyman, bunaqa kasalimiz qo'zib qoladi bizani. Xo'p, men bunaqa shimolim hozir kiyib ko'rsataman. Mana bunaqa shirin koftachiga oldim. Конечно, белый modada oldim. Baza и вот, qaranglar, bunaqa kurtka oldim-da. O'zi ko'pida kiyimlarim bilmayman, yana vasvasa bo'lib qolib oldim. Issiq. Syomkalarga ham zo'rda hozir kiyib ko'rsataman. Вот. Va men tushunib yetdimki, men bu kurtkani qora baza bilan kiymas ekanman. Qora baza bilan sal g'alatiroq bo'lib qoladi. Nimadir net bo'lib qoldi. Hozir nariga olgan shimimni ham kiyib ko'rsataman. Lekin men kurtka yoqdi. Ichi ujuqlan edi. Uni ichi mehli issiq. Syomkam bor edi. Shuning uchun ataylabdan obraz yozdim. Shunaqa qilib primoyimiz o'chib qoldi. Mayli, nичего. Xudo xolasa ertaga davom ettiramiz, gapdan olamiz. Sizlarda bo'lsa primoy efirimiz bor edi. Voy, like time'imiz bor edi bitta.
qolib ketib qolgan. Uni ham ertaga aniqlab o'ynab olamiz. Ungacha yaxshi dam olinglar. Rostdan to'xtab bera olasizmi agar mana bola tursa? Men короче sal orqaroqdan haydab berasiz-da. Sal orqaroqdan. Men sal oldinroq o'tib olaman. O'tib ketasiz. O'tib ketishim kerak, to'xtab qolishim kerak. Yo'q, to'xtab bera olsangiz, to'xtab zo'r bo'ladi. To'xtab bera olsangiz. Joyida to'xtab bera olsangiz. Yonimga kelib to'xtab berishingiz kerak. Lekin ursangiz ketdi-da. Ursangiz boqasiz-da, ana birinchi o'rin, ikkinchi o'rinni shu bolaga bering. Davaychi qayerda olinadigan bo'ldi? Mana shu. Shu yermi? Anaqa bo'ladi-da, men mana keldim, kameramda qo'yaman. Keldim. Sal beri yurib anaqa qilaman, kelib to'xtab berishingiz kerak-da. Mana qilib beraman. Sizgacha yetib kelish kerak. Endi orasi sal razilsa bo'lsa ham chiqsa. Yana ham uzoqroq borsang, o'shanda ana bular ham to'xtash oson bo'ladi. Qarang, men siz orqangizdami, oldingizdami? To'g'ri. Yo, to'xtashim uchun yo orqangizni tanlang, oldin tanlang. Ha, agar oldida to'xtaysiz, ozgina orqaga qocha olasan buni. Ha, sal orqaroq to'xtasangiz, men oldinroq qochib olaman. Va agar если что, gap. Bu ana безопасно. Shuna qilib, primoyimiz o'chib qoldi. Mayli, nичего. Xudo xolasa ertaga davom ettiramiz, gapdan olamiz. Sizlarda bo'lsa, primoy efirimiz bor edi. Voy, like time'imiz bor edi bitta. Qolib ketib qolgan. Uni ham ertaga aniqlab o'ynab olamiz. Ungacha yaxshi dam olinglar. Assalomu alaykum. Qanaqa hammaga. Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshimi? Kuninglar yaxshi o'tdimi? Ish kuninglarni yaxshi boshlab oldinglar. Bugun sizlar uchun chiroyli qilib makiyajlarimni qilib aytganimdek va'da dedi. Shlemlarimni taqib storieslarga chiqdim. Xudo xolasa yana kun sanab yotibman. Yana 1 kun, 2 kun, 3 kun qilib. Xudo xolasa yana 10 kun vaqtim qoldi. 10 kundan keyin уже bir motimni zavat qilaman. Mani sizlarga zo'r yengilliklarim bor. Hozir bitta aytib beraman. Men boru shu oynamni sizlarga shunaqa gapirib chiqishimni shunaqa sog'ingan ekanman. Mototsiklim uchun alohida shkaf qilib qo'yganman. Uning ichida shlemlarim, har xil narsalarim turadi. Har kuni shuyman. Oy, deyman, kun sanayman. Operatsiyalarimni ham zo'r o'tkazib oldim. Hozir уже kimlarim alishtirib, mashinamni qilaman. Keyin yana bitta muhim ishim bor. Undan keyin onajonimlar bilan biz restoranga boramiz. Уже qo'yib boraman. Keyin bitta ma'lumot aytib qo'ymoqchi edim. Bizning konkursimizni bilasizlar, g'olibini уже aniqlab qo'yganmiz, lekin bizning g'olibimiz kelib, modlarini olib ketishlari kerak edi. Avariya bo'lib qoldilar. Endi nasib ekanda, Xudo xolasa 10-yanvarga keladigan bo'lganlar. 10-yanvarda kelsalar. Bizdan artishga tenteren. 1 million to'rt rasmiyati bilan bizning konkursimizda yaxshi o'zingizlar bilan qolinglar. Shuni akkauntning shaklasiga o'tkazamiz. Sizlar bilib olsanglar bo'ladi. Bizning konkursimiz qanaqa boshlandi? Bir haftadan ichida kim qanaqa prasmotr oldi? Mana boru kommentariyamda javoblar. Siz nimaga 7 ta viloyatga aylandingiz? Qolgan 5 ta viloyatni o'lga qilib qo'ydingiz deb xavotir olmanglar. Endi kreativniy bo'lgan videolarga berishga qaror qildim. Ya'ni hozir biz faqat prasmotrga sovg'a berdik, ya'ni mototsikl berdik. Endi sizlar bilan birga chiroyli tashlangan kartalarga $500 pul egasini beramiz. Saytgacha bizada 3 va 4 o'rinlar ham bor. Omadinglarni sinab ko'ringlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Kim bu bola? Ko'zi qora. Mashinalar zo'r ekan, nima ish qilasizlar? Tamam, chapdagina tanlaysanmi yoki o'ngdaginami farqi yo'q, chunki ikkalasi ham shirin va qarsildoq.